Assalomu alaykum. Mana navbatdagi ishlarimizni ustunovkaga yetib kelganmiz. Bu manzilamiz Qirg'iziston viloyati. Qirg'iziston viloyati. Bu manzilamiz Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyatida bo'ladi. Xudo xolisa darvozamizni bitta to'liq holatda kalkasi yo'q holatda qilingan. Ya'ni umuman to'liq holatda ochiladi garaj uchun bo'lgan. Va bu yoqda отдельный bitta kalitkasi ham bor. Darvozamiz bu oldi ko'rinishlari. Umuman bu darvoza birinchi marta tayyorlanishi, ya'ni avtorskiy, xudo xolisa. Orqa ko'rinishlari orqa oldi bir holatda bo'lgan. Bu yerga sentrchuk qo'ymaganmiz, sababi avtomatika o'rnatamiz, ya'ni pult bilan bemalol ochib yopadigan. Mana bu yerga belbog'ini tashlaganimizda avtomatika pult orqali ochib yopiladi. Xudo xolisa, naryoqda kalitkamizni va bu darvozani to'liq ustunovka qilib sizlarga obzor qilib beramiz. E'tiboringlar. To'liq holatda ishlarni yakunlab, kraskalarni tugatganimizdan, avtomatikani o'rnatganimizdan keyin bu yoqda kalitkani o'rnatamiz va bu yerga reshotkalari bor. Xuddi shu dizaynda to'liq obzorlarni qilib beramiz. Mana navbatdagi premium klassdagi darvozamizni O'shga Qirg'iziston Respublikasiga ustunovka qilib berdik. Aytib o'tganimizdek, xudo xolasa biz faqat videolarda ko'proq naves videolarni qo'yib borganimiz uchun ko'pchilikni faqat naves qilishadi deb o'ylashdi. Yo'q, faqat naves emas, barcha temir sohasidagi ishlarni to'liq holatda qilib bitirib beramiz. Bu yerga ham bitta katta garaj eshigi uchun darvoza qo'yib berganmiz, bitta kalitka va yon tarafiga havo aylantirishlik uchun reshotkalarni darvozaning dizaynida bir xil holatda qilib bergan. Endi sizlarga birin-ketin ma'lumotlarni berib o'tamiz. Xo'p, darvozamizning eniga 3.95 bo'lgan, balandligi 3.30 bo'ldi. Bu darvozamizga hozirgi kunda mukammal yechim bo'layotgan avtomatika pultlardan o'rnatib berilgan. Xudo xolasa ishlashlarini ko'rib o'zinglar bitta fikrlarni bildirib o'tasizlar. Va bu ochilgunga qadar men sizlarga ma'lumotlarni berib o'tamiz. Bu darvozamiz mana ochilish holatda ko'proq tashqi tarafda birorta jism bu yoqda buyum tursa, tekkanda qayerga bormaydim degan fikrlar bo'lishi mumkin. Mana turganimizda tegadida o'zi avtomatik orqaga qaytib ketadi. Va bu yoq tarafida bu ochilishligida tashqi tarafdan shu tegish holatdan avtomatik qaytib ketadi ozgina kuchlanishdan keyin va bu yog'ida sensor o'rnatilgan, ya'ni ichkari tarafga yopayotganida darvoza bu yerdan yosh bola yoki biror kishi kelib qoladigan holatlar bo'lsa, o'zi avtomatik yana qaytib darvozani ochib yuboradi va buni ham ko'rsatamiz. Mana hech qanaqa pultni bosmayapmiz. Darvoza yopilyapti. Mana shu yerda mana yosh bola kimdir kelib qolsa, o'zi lazerda ishga tushadi, avtomatik darvozani tashqariga ochib yuboradi. Mana darvozamizni to'liq holatda yopilishini ham bitta ko'rib baho berasizlar. Mana katta darvozamizni ko'rsatib o'tdik. Oldiga materiallarga ishlatgan materiallarimiz xudo xolasa hammasi originalasidan foydalangan. Va bu yerga o'sha dizaynda kalitka qilib berilgan. Bu yerga zamok o'rnatilmagan, sababi bu yerga domofon o'rnatishadi. Bemalol bu sensorli holatda bo'ladi, ya'ni kelib bemalol отпечатка, Face ID'siga, ya'ni ochib kirsa bo'ladigan kodli zamonadan bo'ladi bu yerga ham. O'shaning uchun zamok o'rnatilmagan. Va bu yerga xuddi shu dizaynda ko'rinish xil kelishligi uchun reshotka qilib berilgan. Reshotkamiz ham hammasi qalin purtdan bo'lgan, to'liq holatda lomdan tayyorlab berilgan. Darvozamizni bitta orqa ko'rinishini ko'rsatib o'tamiz. Aytay. Bo'lsa. Darvozamiz orqa ko'rinish dizayni ham bir xil holatda bo'ldi. Umuman ovozlar yo'q, qalin holatda tayyorlab bergan darvozani ishlarimiz sifatiga, kraskalariga va temirlarga hammalariga garantiyalari bor. Va mana bu orqa ko'rinishi bo'ladi. Shu dizayn orqa ko'rinishlari bir xil holatda va avtomatika ham shu holatda o'rnaydi. Kimdir avtomatikani teparoqqa yoki pastroqqa deysa, o'shani holatiga qarab qo'yib beraveradi. Kimga qaysi joy qulay bo'lsa. Va tepa qismiga zamok qo'yib berilgan, ya'ni tepa qismi luftlarni yo'qotishlik uchun zamok qo'yilgan. Bu ham o'sha avtomatikani pult bilan bitta bosganimizda o'zi avtomatik ishlab ochadi va pult yo'q tashqi paytlarida bu yerdan bemalol kalt orqali ham ochib yuborsangiz bo'laveradi. Shunaqangi darvoza, perila, reshotka, kalitkalar, ограждениеga gul, naves xizmatlar kerak bo'lsa, avtomatik darvozalar aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa ishlarni bitirib beramiz.